Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Mana shu meni kuzatayotgan men obunachilarimdan Alloh rozi bo'lsin. Videolar chiqarmayapsiz, videolar chiqarmayapsiz dedilaring. Men sizlarga aytgan gapim, qachondir ko'nglimga nimadir o'tirsa, o'sha narsani chiqaraman degan edim. Shu kun, mana shu kunga nasib bo'lgan ekan. Allohning bir qudrati bilan men bugun juma kuni bir akamiz shu mahallamizdan Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Yoqutli bog'dan bir akamiz bor. Bu akamizni mana yashash turishlari shu joylarda turibdi. Ko'rib turibsizlar. Hozir yangamizga xabarlari yo'q. Tuyuqsindan kelganmiz, hozir hayron bo'lib qolgan. Biz qo'limizdan kelgani bir yordam qilsak, shu xonadonga uy quraylik demoqchi emasman. Lekin bir endi uni ham vaziyat ko'rsatadi. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlasangiz, balkim uylarini ham chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bunday olaversa kamerachimiz, ne qarasalaringiz, mana shu joylar bu tomonga ham burilsa mayli, burilib yuborsa ham, bu joylar ham shu akamizniki. Birodar, bu shu akamizniki bo'lgan. Kasalliklari tufayli hech kim yo'q, qarindosh urug'lari o'zidan orttira olmaydi. Bulardan ham xarob yashaydi. Bulardan dajami ham yo'qroqda. Shu uyni o'zlari uchun yengilgina qurib qolgan yanga sal dobroq edi. Yanga ham shu bar erkak ishni deb kasallanib qolgan. Men hozir shu yanga bilan ham sizlarni tanishtiraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qizimjon, yaxshimisiz? Asal qizim ekansiz. Voy biz bolajonlar. Biz akamni xabar olgan keldik. Obunachilarimiz bilan xudo xolasa bir men orqali bir kasal insonni ko'rasizlar. Avval ko'pni duosi. Shu insonni duo qilinglar, yaxshi bo'lib, shu yangam bilan qo'sha qarib, kichkina bolajonlarni natija katta qilib o'z egalariga topshirib, o'qitib, nima orzu havasi bo'lsa shu akamiz bilan birga ko'rsin. Meni bu Kileskaga yuradilar. Biz obunachilar bilan salomlashib bo'lsangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Iltimos yordam qilinglar, ehson qilinglar. Bolalarim katta bo'lsa yordamlashadi bolalarim. Meni turmush o'rtog'imga yordam beringlar. Bolalarim boshida sog' bo'lsinlar. Kelinglar, biz bilan birga ichkariga kiramiz. Qizim, dadangiz ko'rsatasizmi? Biz obunachilarga. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz? Yaxshi bo'lsinmi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Alloh shifo bersin. Aka, bilasiz, yaqinda kanal ochuvdan kuzatib borayotgan ekansiz. Shu singlimni chaqir degan ekansiz. Keling, bugun telefon qildilar. Vaqt topib sizni xabar olgan keluvdim. Shu Laqaba osing, akani gaplarini eshitdingiz. Rahmat bo'ladi, rahmat bo'ladi, shukr. Aka, meni kuzatib boruvchi obunachilarimga biror aytar so'zingiz bo'lsa, aytsangiz yaxshi bo'lardi. Bolalarim boshida sog'lom. Bolalarimni rohatini ko'rishni xohlayman. Rahmat olsun nasib. Rahmat sizlarga, rahmat. Bo'ldi, qizim ko'rib turman. Yangi keling, bu yoqdan keling. Siz akamni kasal insonni qayta zo'rib yaltirish o'zimga zo'rab bo'ladi. Aka, Alloh shifo bersin dardingizga. Ilohim, shu akamizni dardlariga shifo bersin. Ko'rmaganlar bo'lib ketsin. Shu bolalarini rohatda ko'rib, hojotalar bo'lib, shu qizimizni ham o'qitib, yaxshi joylarga uzatishni akamga ham nasib qilsin. Allohu akbar. Yangam, biz obunachilarimizdan nima deysiz? Qaranglar, meni obunachim kam. Men hozir bugun katta qo'ya olmayman. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlayman. Katta qo'yib kam ekansiz, siz obunachisiz. Xudo xolasa shunaqa yozsa, o'zingiz nomingizga karta olib kelasiz. Keyingi videolarimizga joylashtirib boramiz. Xudo xolasa kim qancha yordam qilsa, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Opa deb duo qilasiz. Bitta qizim bor, bilasiz. Shu qizim rohatini ko'rib, shu yaxshi joylarga o'qitib, yaxshi joylarga nima deydi, egasiga topshirsa, men bitta armonim shu. Bilasiz, shu mahallaga birga katta bo'lganmiz. Sizlardan menga hech narsa kerak emas. Faqat qo'llab-quvvatlasa,
nima bo'lsa ham shu akani davolashga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Sizga yordam Obunachilarim joyini sog'liklarim bor. 2 marta operatsiya bo'lganlar. Hozir o'pka tufayli, o'pkalari shamollash tufayli shuni yo'qsib yurolmaydigan bo'ldilar. O'zim 2 marta operatsiya bo'lganman. Sharoitimiz qiyin. Og'aylar yordam berib shunchaga yetkazdi. Endi ilojimiz yetmayapti. Uy joylarimiz sotib o'zimizga yarasha ozroq joyimiz qolgan. 2 xona, 3 xona joyimiz bor. Bo'llarim yo'shadi. Yani ozroq bo'lsa yordam qilsalar, xo'jayinimni davolab, bo'llarini boshiga tiklab tursalar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ehson qiluvchilar yordam beringlar xo'jayinimni davolashga. Mayli bizdan qaytmasa Allohdan qaytadi. Bo'llarim yosh qolmasin, dedaklarim, yosh bo'llarim. Yosh bo'llarimga rahmlarini kelsin. bizdan bu Alloh rozi bo'lsin ilohim. bizdan bu kelayimiz uy so'ramayapti, joy so'ramayapti. Faqat erini davolash uchun qo'llaringdan kelgancha ehson qilsalaringiz, shu akani davolashga harakat qilib, Alloh shifo bersin, avvalo duo qilinglar. Qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Xudo xohlasa shu bolalarini to'ylar qilsin, shu bolalari sizlarga o'xshab ehsonchi qiz va o'g'illar bo'lsin. To'g'risini aytsam, bolalari kichkina o'g'illari ham bor. Yig'laganini ko'rib videoga chiqarib, musofirga yurgan aka, singil opalarimizni, ukalarimizni dilini og'ritgan kelmadi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shu insonlarga qo'llaringdan kelsa yordam qilinglar. Yangi bitta duo qiling. Nima deydi? Sizni duoingiz ham o'tadi. Chunki siz kasal insonga qarayapsiz. Musofirga yurgan aka, ukalarimiz hammasini duo qilasizlar. Ehson qilganlarni ehson, Allohdan rozi qabul qilsin. Sizlar ehson qilsangiz shu xo'jayinning bolalarini boshiga sog' o'rninglar. Sizlarning bolalaringiz boshiga sog' o'rninglar. Shu opamizning ilohim qizini boshiga sog' o'rninglar. Qizimiz sog'liqli qiz bo'lib katta bo'lishiga, baxtli bo'lishiga ilohim hammamiz sababchi bo'laylik. Parvardigorim Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati qina azobannar bi rahmatika. Alloh akbar. Qaranglarda obunachilar bu aka meni akamdan gapirim o'tib ketgan opamiz sinfdoshi edi. U payt nima deydi, birga katta bo'lganmiz, bitta mahallaga aka singildek katta bo'lganmiz. Akaning o'tishini ko'rib ich-ichimdan dilim boshqacha bo'ldi. Qo'limdan kelsa o'zim yordam qilardim, lekin vaziyatim to'g'ri kelmaydi. Sizlar bilan birgalikda, sizlar qo'llab-quvvatlasalaring, shu insonni Alloh shifo berishiga sizlar sababchi bo'lib, shu inson yaxshi bo'lib ketsa, oz-ozdan bo'lsa ham, mayli bitta pizza ichmang, bitta marojniy yemang. Agar ehson qilamiz, karta qo'y desangiz, shu kinayimizni, yangi karta olib olasiz, shu kinayimizni keyingi videolarga kartasini qo'yamiz, Xudo xohlasa. Shu bolajonlarimiz uchun, mana shu bolajonimizga hozir nima deydi? Dadangiz yaxshi bo'lishini xohlaysiz, masalan. Shu dadasi yaxshi bo'lishini xohlayapti. Oz-ozdan bo'lsa ham qo'llab o'rtalaringiz. Mana shu qizimiz ham shunday zo'r qizim. Qizim bitta duo qilib qo'ying. Bitta amaki sizga qo'g'irchoq olib beraveradi, olib kelaman keyin. Bitta duo qiling shu amakingizni. Shu qizchamizni ko'ngliga qarab yordam qilayotgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammaga oldindan rahmat aytamiz. Sizni qo'llab-quvvatlab, kinayimga yordam qilib, shu akamizga yordam qilib, Alloh shifo berib ketsaki, hammasi yaxshilikda bo'ladi. Xudo xohlasa, yangi qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Shu obunachilarimiz qo'llasa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa.